Bu videomiz Carvil kompaniyasining obunachilari uchun videoni oxirigacha ko'rib turinglar, sizlarga sovg'a bor. Carvil kompaniyasi 50 mingta bo'ldi. Carvil kompaniyasi 50 mingta bo'lgani munosabat bilan obunachilarga sovg'ulashamiz. Qo'limda ko'rib turganinglar antifrizimiz bo'ladi. O'zi aslida biz o'tgan yil oxirigacha 50 mingta bo'lsa, 5 ta avtomobilga tekinga almashtirib beramiz antifrizlarni degan edik. Lekin shartimiz bajarilmadi, lekin biz baribir ham sovg'a beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Balon qoraytiradiganimiz o'zimizning brendi va освежитель deflektorimiz va antifriz 1 litrli. Shu komplekt bo'ladi. Xuddi shunaqa sovg'amizdan bizda 7 ta bo'ladi akalar. Esinglardan chiqarmanglar. 7 ta sovg'amizni bizning obunachilarimizga beramiz. Shartlari nimadan iborat bo'ladi? Bizning Sergeli avtozapchas bozorimizda o'zimizning shaxsiy do'konimiz bor. Do'konimizga borasizlar, xohlagan turdagi narsa xarid qilasizlar. Xoh u 5 ming so'mlik, xoh 10 ming so'mlik, xoh 100 ming so'mlik narsa bo'ladi va obuna bo'lganinglar, komment yozganinglarni ko'rsatsanglar, mana shu 3 ta narsamizni sizlarga bir komplekt narsamizni hadya bo'lib ketadi. Videoga like bosishni unutmanglar. Carvil kompaniyasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisi 100 mingta bo'lgan nima sovg'a beringlar obunachilarga? Pastda kommentariyada yozib ketinglar.